أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, hurmatli opa-singillar. Tajvid darslarimizni davom ettiramiz. Demak, bugun 3-darsimiz. Shu paytgacha biz mana ko'rib turganingiz 10 ta harfni o'rgandik. Bular alif, ba, ta, tha, jim, ha, xo, dal, zal, ro harflari edi. Inshaalloh bugun mana keyingi 5 ta harfni o'rganamiz. Bular za, sin, shin, sod, bod harflari. Demak, arab alifbosining 11-harfi bu za harfi. Za harfi shovqinli jarangli undosh tovushni beradi. O'zimizning o'zbek tilimizdagi z harfi kabi talaffuz qilinadi. Mahrajiga e'tibor beramiz. Demak, mahraji til uchi va oldingi ikki yuqori hamda pastki tishlar orasi. Demak, talaffuz qilib ko'ramiz. za deb talaffuz qilinadi. Keyingi harf mana sin harfi. Sin harfi ham o'zimizning o'zbek tilimizdagi s harfi bilan talaffuzi to'la mos tushadi. Demak, sin harfi shovqinli jarangsiz undosh tovush. Mahrajiga qaraymiz. Demak, mahraji til uchi va oldingi ikki yuqori hamda pastki tishlar orasi. Bu harfni talaffuz qilishimizda tishlarimiz bir-biriga tegadi. Tilimiz mana rasmga e'tibor beramiz. Pastki tishlarimizni o'rtasidan biroz yuqoriroqqa tegib turadi. Talaffuz qilamiz. Sin yoki sa. Demak, o'zbek tilimizdagi s harfi bilan bir xil talaffuz qilgani uchun ko'p to'xtalib o'tirmaymiz. Keyingi harf mana shin harfi. Yozilishi jihatdan sin harfiga juda ham o'xshash. Farqi ustida 3 ta nuqtasi bor. Demak, shin harfi shovqinli jarangli undosh tovushni beradi. O'zbek tilimizdagi sh kabi talaffuz qilinadi. Ya'ni talaffuzi to'la mos tushadi. Mahrajiga e'tibor beramiz. Til o'rtasi, mana mahraj til o'rtasi hamda bu harfni talaffuz qilishda til oldida, ya'ni til oldida talaffuz qilinadi hamda tanglay oldi tovushi hisoblanadi. Demak, ko'p to'xtalmaymiz, talaffuz qilib ko'ramiz. Sha deb talaffuz qilinadi. Mana keyingi harf sod harfi. Bu harfning talaffuziga alohida e'tibor qarating. Sababi o'zbek tilimizda bunday tovush mavjud emas. Shuning uchun mana mahrajiga alohida e'tibor beramiz. Til uchi va oldingi ikki tish tubi. Demak, tilimizning uchi oldingi ikki tishimizning tubiga tegib turadi. Hamda mana alohida bir farqi, sin harfidan farqi, agar mana qaraydigan bo'lsak, tilimizning orqa tarafi tepa tanglayimizga qarab ko'tariladi. Ya'ni mana shu turishda talaffuz qilamiz. Sod deb talaffuz qilsak, to'g'ri talaffuz qilgan bo'lamiz. Endi mana shu paytgacha biz o'tgan harflarimizning orasida mana bir-biriga juda ham o'xshash 3 ta harfni o'tdik. Ya'ni bular sa, sin hamda sod harflari. Mana bularning uchalasi mahrajini ko'rib turibsiz. Demak, fa harfini talaffuz qilishda tilimizning uchi ikki tishlarimizdan biroz oldinroqqa chiqib turadi. Hamda tilimiz tepa tishimizga tegib, pastki tishimiz bilan tilimiz orasida ozgina tirqish qoladi. Mana shu holatda talaffuz qilamiz. Sa deb talaffuz qilinadi. Keyingi harf mana sin harfi. Bu yana eslatib o'tamiz yana bir marta, o'zimizning o'zbek tilimizdagi s harfi bilan talaffuzi to'la mos tushadi. 3-harf bu sod harfi. Demak, sod harfi mana mahrajiga e'tibor beramiz. Tilimizni orqasi tanglayimiz tomon ko'tariladi, ya'ni og'zimizni tilimiz bir to'ldirib turgandek bo'ladi. Mana o'ngdan chapga o'qiymiz. Eslatib o'tamiz, arab alifbosida o'ngdan chapga o'qiladi harflar. Mana birinchisi sa deb o'qiladi, ustida fatha belgisi bilan turgani uchun. Ikkinchi mana ustida fatha belgisi turgani uchun sa. Hamda sod harfi ustida fatha belgisi bilan kelganida bunga alohida e'tibor bering. So deb talaffuz qilinadi. Ya'ni bu yerda fatha a emas, aynan o tovushini beradi. Yana bir marta o'qiymiz, 3 ta harfni yaxshilab tinglang. Sa, so. Sa, so. Demak, mana shuni talaffuz qilsak, to'g'ri talaffuz qilgan bo'lamiz. Keyingi harf bu bod harfi. Demak, bod harfi shovqinli, jarangli, tish orti portlovchi tovush hisoblanadi. Bir narsaga e'tibor bering, o'zbek tilimizda bunday tovush mavjud emas, shuning uchun mahrajiga alohida e'tibor qaratamiz. Demak, mahraji tilning
o'ng va chap yonlari bilan ostki hamda ustki oziq tishlar orasi. Demak, asli talaffuzi agar e'tibor bersak, D harfimizni o'zimizni yoki arab alifbosidagi dal harfi bilan yoki o'zimizning o'zbek tilimizdagi D harfi bilan juda ham o'xshash. Yagona farqi barcha nutq a'zolari taranglashib turadi. Hamda tilimiz mana ko'rib turibsiz, og'iz boshlig'imizni deyarli to'ldirib turadi. Mana shu to'g'risida talaffuz qiladigan bo'lsak, mana bod, bod, bod deb talaffuz qilinadi. Hammamiz mana yodlaydigan suralarimizdan eng birinchi yodlaydigan suramiz Fotiha surasini albatta hammamiz yodlaymiz. Mana shu Fotiha surasining oxirgi oyatiga e'tibor bersak, mana shu oxirgi oyatida aynan mana shu harf 2 marta uchraydi. Hozir eshitib ko'ramiz. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demak, mana eshitdik. Demak, bu yerda 2 marta uchradi. G'oyril mag'dubi hamda valaddallin degan joyda biz aynan mana shu tovushni talaffuz qildik. Bunga alohida e'tibor qaratishimizning sababi bor. Ko'pincha mana shu surani yodlaganimizda agar kiril yoki latin alifbosidagi kitoblarni yodlagan bo'lsak, don o'rniga ko'pchiligimiz zo deb o'qiganini eshitganmiz. Mana shu agar shunday o'qigan bo'lsangiz, hozir buni to'g'rilashning imkoni bor. Demak, valazzolin emas, valaddallin deb o'qisak, to'g'ri o'qigan bo'lamiz. Inshaalloh. Demak, bugun o'tgan mana 5 ta harfimiz. Bular za, sin, shin, sod hamda dod harflari edi. O'ngdan chapga o'qiymiz, ustida fathalarni hisobga olib, za, sa, sha, so, bo. Demak, oxirgi ikkita harfda ustida fatha kelganda a emas, fatha o tovushini berar ekan. Demak, so hamda do deb o'qisak to'g'ri bo'ladi. Yana bir marta qaytaramiz. Za, sa, sha, so, do. Mana uy mashqlariga o'tamiz, uy vazifalariga. Uy vazifalarida bir narsaga e'tibor bering. Avvalgi o'tgan darsimizdagi ro hamda za harflari juda ham bir-biriga o'xshash, nuqtasi bilan farqlanadi. Shuningdek, mana sin harfi hamda shin harflari ham bir-biriga juda o'xshash, nuqtasi bilan farqlanadi. Hamda mana bugun o'tgan oxirgi ikkita harfimiz sod hamda dod harflari ham yozilishi jihatdan o'xshash. Shuning uchun mana uy vazifalarini qilganda yana bir marta alohida e'tibor qarating. Mana shu harflarni bir-biridan ajrata oladigan, qiynalmasdan ajrata oladigan bo'lgungacha o'qish tavsiya etiladi. Demak, bugungi darsimiz mana shu 5 ta harfdan iborat edi. Yana bir marta eslatib o'tamiz. Darslarimizni islomolami.com hamda islomdini.info saytlariga bevosita qo'yib boramiz. Shuningdek, mana bu haftadan boshlab darslarimizni forumziyouz.com saytidan ham yuklab olishingiz mumkin. Ya'ni Ziyouz saytining forumidan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi, inshaalloh. Hamda bizning videolarimizni youtube.com saytida ham ko'rishingiz mumkin. YouTube saytiga kirib yoki mana bu ekraningizni ko'rib turgan manzilga kiring yoki YouTube saytiga kirib tajvid darslari yoki islom olami deb qidirib bersangiz ham chiqadi. islomdini.info saytida bizning ham guruhimiz mavjud, alohida tajvid darslari deb ataladi. Demak, bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.